Salom do'stlar, bugun sizlar bilan PUBG'ga galeriyadan rasm qo'shib o'rgatamiz. Birinchi nashaga kirib, Google nashrasiga kirib olamiz. Google'ga bosib, Google rasm oldidagi rasmcha bosamiz. Undan keyin kutamiz. Keyin pastdagi foto degan so'z tugmani bosamiz. Kutamiz ozroq. Keyin yonidagi narsani bosamiz. Endi hozir ishlamayapti. Telefon sal eskroq tushunasizlar degan umiddaman. Keyin tartib o'tgandan keyin rasm tanlang yoki surat oling degan tugmani bosamiz. Keyin kutamiz. Telefon nosozligi uchun men sizlardan uzr so'rayman. Ishlamayapti. Mana shu narsa chiqadi. Kamera yoki suratlar olindi. O'zingizga kerakli bo'lgan suratni topib olasizlar. Men hozir qidirib topishimga 2 minutmi, 1 minutmi vaqt ketadi. Mana topdim. Kerakli suratni ustiga bosamiz. Keyin kutib turamiz. Mana shunday holat ekran chiqishi kerak sizlarda. Keyin kerakli joyini olamiz. Rasmda keyin keyingisini bosamiz. Keyin profil rasmini keyin ana shu tugmani bosamiz. Keyin esa kutamiz. Internetim ishlamayapti. Ishlamadi. Hozir qaytadan urinib ko'ramiz. Internetim ishlamayapti. Endi qaytadan tekshirib ko'ramiz. Endi kutamiz. Endi bu nastroykadan chiqib ketamiz. Keyin bo'lsa PUBG'ga kiramiz. Kirgandan keyin kutamiz. Mana kirib ham oldik. Agar mana profilga kiramiz. Profilda kirgandan keyin surat ustiga bosamiz. Avatarkani o'zgartirish tugmasini bosamiz. Men ichida qo'ygan rasmingiz turgan bo'lishi kerak. Agar bo'lmasa, akkauntdan qaytadan kirib chiqasizlar. O'shanda o'xshaydi. Va menga obuna bo'lishni unutib qo'ymang.